Assalomu alaykum Golubika o'simlik ishqibozlari. Mana va'da qilinganda o'sha golubikani transheya usulda ekish bo'yicha bitta video rolik tayyorlab beraman degan edim. Mana shu yamamizni uzunligi 10,5 metr qilingan, eniga 90 cm, chuqurligi 50 cm ga yama qilingan. Endi mana atrofiga shifr qo'yildi. Bu o'sha yonidagi tuproqlarni golubikani o'sha torf mahsulotlarini pHni o'zgartirib olmaslik uchun chegaraga mana shunaqa shifr qo'yildi. Endi mana eng tegidan oltin gugurt sepib chiqilyapti. Bu o'sha tuprog'i pHni bunga ta'sir qilib ketmasligi uchun eng pastiga mana yuqa qilib oltin gugurt sepilyapti. Bu birinchi boshlanish jarayoni. Mana oltin gugurt sepib bo'lindi. Endi drenaj qismiga o'tamiz. Drenaj qismiga biz mana bunaqa pavloniyani yog'ochlarini tanladik tagiga solishga. O'zi archa, sasna shunaqa shoxlar tashish kerak. Endi buni tanlaganimni sababini keyin tushuntirib beraman. Bu pavloniyani yog'ochida shunaqa narsa bor, o'zidan azot chiqaradi. Hozir buni ustidan apelka solganda yana buni nima uchun solinganligini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Xo'sh, mana drenaj qismini ham tugatib oldik. Bunga tagiga to'liq o'sha pavloniyani yog'ochlaridan tashladik. Mana endi buni ustidan sosnoviy apelka, o'sha 1 yil turgan sosnoviy apelkalarimiz bor. O'shandan solib chiqamiz. Xo'sh, mana 3-bosqich apelkalar solib bo'lindi. O'sha birinchi oltin gugurt eslatib o'tamiz, keyin uni ustidan shox-shabbalar tashladik, apelka tashlandi. Endi 4-etapga o'tamiz. Xo'sh, mana 4-etapi o'sha sosnoviy apatlar solib chiqildi. Mana shu holatda bitta suv berildi. Endi navbat o'sha torfga. 5-bosqich bo'lyapti. 5-bosqichda o'sha torf solib chiqamiz endi buni ustidan. Xo'sh, guruhimiz a'zolari mana 5-bosqichda ham tugatib oldik. Mana to'liq torf solindi. Endi mana shifrni qo'yganimiz qanaqa shifr? Chuqurligimiz 50 cm bo'lsa, bitta shifr 1,75 teng 3 ga bo'lganimizlar 8-10 cm qismi yerdan chiqib turibdi. Mana ko'rsanglar, yer qismi bo'ladigan bo'lsa, shundan 8-10 cm chiqib turibdi. Mana endi bu yerga torf va yer bilan teng qilib solindi. 8-10 cm qismi ochiq turibdi mana. Endi bunga xudo xolasa 4 yoshli ko'chatlarimizni olib kelsak ekamizda. Buni ustidan mana shifr bilan teng qilib 10 cm yana o'sha sasnani igna bariklari, o'sha shishkalari shular bilan mulcha qilinadi. Endi eng tagida drenaj qismi, apelka drenaj qismi umumiy bir 10 cm, taxminan 10 cm qismini egalladi. 50 cm bo'lsa 10 cm ketdi, 40 cm qoldi. Uni ustidan 10 cm sosnoviy o'sha apat deydi, ya'ni ignalari, o'sha shishkalari aralash o'rmondan olib kelinib o'sha narsa tashlandi. 30 cm qismida to'liq o'sha nordon kesli torfimiz solindi. Endi 10 cm tepa qismiga yana o'sha igna bargli o'sha sasnalar tagidagi tushgan qoldig'i, bariklari, o'sha shishkalari hammasi oxirida ko'chat ekib bo'lgandan keyin mulcha qilinadi.
Endi boya aytib ketdim o'sha nima uchun Pavloniyani biz tashqi tagiga endi u ataylab qilingan emas u, lekin logически o'ylab ko'rildi. Bu yerda apilkani shunaqa xususiyati borki, apilka yerdagi azotni o'ziga so'rib tortib oladi. O'sha mana torfa tarkibidagi azot yo boshqa o'sha narsani apilka o'ziga tortadi. Endi uni Pavloniyani yog'ochi o'zidan azot chiqaradi. Ana o'sha ikkalasi bir-birini yopib ketishi uchun biz o'sha narsani lozim topib tagiga tashladik. Endi u baribir drenaj qismi Pavloniyani ildizi baribir 40 santimetrga boradi, u tagidagi 10 santimetr bizada asosan drenaj qismida ketyapti. O'sha uchun endi sasnani o'sha igna bariklari tagidagi qoldig'i uni sidirib olib kelganda nima yaxshi? Uni yaxshi tomoni ustiga mulcha qilamiz deb o'sha mulchasini ham sasnadan qilish mumkin. Nimani sasnani apilkasidan. Endi o'sha daraxtlar tagiga to'kilgan sosnoviy apat deydi, o'sha anaqasi qoldig'i. U narsani tashlaganingizda o'rmonda bu o'zidan mikariz ishlab chiqarib yotgan bo'ladi. Uni tarkibida mikariz bo'ladi. Mikariz ya'ni bu golubikani ildizini yaxshi ishlashiga yordam beradi. O'sha uchun agar imkoni boricha o'sha ustidagi mulcha qismini ham o'sha narsa bilan qilib, tagidan ham o'sha 10-15 santimetr shu narsa tashlansa, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi deydimi, shunaqa. Yana bir bor eslatamiz, bu demak transheyamiz kengligi 90 santimetr, chuqurligi 50 santimetr. Yerdan chiqib turgan qismi 10 santimetr. 10 santimetr qismi ana o'sha mulcha qilingandan keyin u yil bo'yi bu o'ziga o'g'it bo'lib ishlanib o'sha torfa tarkibiga keyinchalik qo'shilib ketadi. Endi bu transheya usulini eng yaxshi tomoni nimada? Birinchidan golubika mana shu ekiladigan bo'lsa, mana chetdan 40-50 santimetr tashlanadi. Ko'chatlari arasini biz 90 santimetr mo'ljalladik. 90 santimetrga bittadan qilib ekadigan bo'lsak, mana shu 10 ta golubika ko'chatini ekamiz. Golubika ko'chatlarini tomiri bir-biriga kelib, bir-biriga podдержка beradi. U tomondan ham o'sha transheyani yaxshilik xususiyati bor. Mana shu transheyamizda xudo xohlasa bitta qilingan xarajat 20-25 yilga bemalol yetadi. 25 yilgacha bu yerda уже boshqa torfini almashtirish yoki joyini kengaytirish o'shanaqa qo'shimcha ishlar qilinmaydi. Bir marta xarajat qilinadi va o'sha narsa 25 yilga yetadi. Yana videomizda o'sha davomini chiqarib beramiz. O'sha ko'chatlar ekilgandan keyin mulcha qilingan holati, undan keyin o'sha yilma-yil oziqlantirilishi hammasi ko'rsatib boriladi. Bunda savollar bo'lsa, o'sha Telegram guruhimizda qo'shimcha savollaringizni berishingiz mumkin. Tavsiya qilaman, shu hech bo'lmaganda mana shu 5 metr joyga transheya qilib 5 dona ekib qo'ysangiz, bu endi golubika 25 yil, 30 yil hosil beradi. Kimlardir shunaqa ma'lumot berishadi. O'zi golubikani umr ko'rishi 70 yildan 100 yilgacha. U bitta joyda mana shu transheyamizda 25-30 yil yashagandan keyin u golubikani torfini almashtirsangiz, u yana yoshartirib almashtiradigan bo'lsangiz, yana 25 yil, 30 yil umr ko'rib bera oladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Kamchiliklari bo'lsa keyingi videoda qo'shib ma'lumot berib ketamiz.